Dökşemizden devamını devamlaştırımız hürmetli vatandaşım bendeki mavzumunda. Amerika Qo'shma Shtatlar hükümeti Jungo bilan elib berayotgan umumiyuzlik iqtisod suhbatini tayoqsiz to'xtatdi. Mavzuli xabar 3-oyning 19-kuni Fanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Jungo savdo urushi portlash paytida turganda Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya Ministrligi Xalqaro ishlarga mas'ul muavin savdo ministri Malpaz Tönügen Jungo bilan umumiyuzlik iqtisod suhbatini oxirlashtirganligini tuyuqsiz jakardi. Chunki buning sababi shuki, Amerika taraf Jungoning chet el davlatlari raqobatchilariga bozorni echib etish jihatda chekinish holatida turganligi ishon. Jungo bozorni chet el davlatlariga echib etish jihatda chekindi. İlgirleş bo'lmadi. Bloomberg agentligi Malpaz mundaq ko'rsatdi. Amerika hukumati Jungodan ümidsizlendi. Gördünüzmü? Bu yerda Malpaz muavin moliya ministri Amerika hukumati Jungodan ümidsizlendi dedi. Avvalgi leksimizda Michael Phillips Barry Prezident Trump ve Amerika hukumati Jungodan ümidsizlendi dedi. Ümitsizlendi çünkü bozor yetakchiligiga qaytish yo'li etilib qoldi. Yoki bu yo'l kam bo'ldi. Men umumiyuzlik iqtisod suhbatini o'zib tashladim. U yana mundaq dedi. Bizning hozir qiladigan ishimiz ular bilan bo'lgan ochiq aloqalarni saqlab qolish, davomlashtirish, sinab beqish. Shundaqli Jungo shirkatlarining özlüksiz o'sayotgan ta'siriga diqqat qilishdan iborat. Suhbat to'xtadi, lekin yana davomli aloqa qilib turamiz. Jungo shirkatlarining ta'sirini kuzatib turamiz va aloqalarni davomlashtiramiz. Malpaz o'tgan yil 11-oyning 30-kuni mundaq ko'rsatgan. Esinglarda bo'lsa kerak. O'tgan yil 11-oyning 30-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari savdo ministrligining muavin ministri Malpaz Nyu-Yorkda Jungo bilan bo'lgan savdo suhbat aloqalarimiz bugun to'xtadi. Shundaqli Jungoning bozor egiligiga o'tgan davlatlik o'rnini e'tirof qilishni rad qilgan edi. Umumiyuzlik iqtisod suhbati turg'un holatda turyapti. Hozirda suhbatni asli keltirish planimiz yo'q. Jungoning markaziy iqtisod ishlari va markaziy moliya rahbarlik guruhi ishxonasining mudiri Liuxi 2-oyning 27-kunida 3-oyning 5-kunigacha Amerikani ziyorat qilib, iqtisod suhbatini qayta qo'zg'atishga urindi deb qaralgan edi. Demak, 2-oyning 27-kuni Rais Xi Jinpingning iqtisod maslahatchisi Amerikani ziyorat qilgan vaqtda uning maqsadi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasidagi umumiyuzlik iqtisod suhbatini asliga keltirishga qo'zg'atish uchun keldi deb qaralgan edi. Chunki savdo ministrligining ministri Jongshan o'tgan hafta qurultayda muxbirlarni kutib olish yig'inida mushqatim qurultayda umumiyuzlik iqtisod suhbati to'xtab qolmadi deb ko'rsatgan. O'tgan yili 4-oyda Jungoning Rais Xi Jinping Prezident Trump bilan tunji qatam uchrashib, umumiyuzlik iqtisod suhbati, diplomatiya sohasidagi bexatarlik, qonun ijro qilish va to'rbat bexatarligi, ijtimoiyat va ma'rifat masalalari bo'yicha yuqori darajalik suhbat funksiyasi tashkiliga qurib chiqqan edi. Endilikda hozir shu suhbat funksiyasi to'xtadi. O'tgan yil 11-oyning 30-kuni Malpaz ham biz to'xtadi deb jakarlagan, lekin shuningdan taki hozirgacha bu suhbat davomlashayotgan bo'lsa kerak. Bugun endi rasmiy holda Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo ministrligining muavin ministri Malpaz biz Jungo bilan elib berayotgan iqtisod suhbati, umumiyuzlik suhbat biroq to'xtadi deb jakardi. Endilikda
Yana bir mavzu. Prezident Trump kövrükten ötdi. Qasdan Reis Xi Jinping'e setçilik peyda kıldı. Mavzula haber 3. ayın 18. günü Venve torbeti ilan kıldı. Haber mındak başlandı. Reis Xi Jinping parlament saylımı arkalık yana bir qatım Cungo'ga reis bulup saylangan bir paytda. Prezident Trump başka bir soğa. Tayvan saylı sayahat kanunuga imza koyuş bilen soğu yolladı. Amerika Tayvan'a umumi sebepler boyunca bevosita aloqa munosabatda bo'lishga yeshil chiroq yoqib berdi. Aslida Amerika Davlat Majlisining Avom palatasi, Kengash palatasi Tayvan sayli sayohat qonunini ma'qullagandan keyin Prezident Trumpning 3 xil tanlashi, imzo qo'yish, rad qilish yoki imzo qo'ymaslik tanlashi bor edi. Bu xabarni Xitoyning meydan turib yozyapti. Anlab qo'yinglar vatandoshlarım. Ba'zilar Amerika Jungo munosabati vaziyatni chiqish qilganda Prezident Trump qonun loyihaga imzo qo'ymasligi kerak edi. Lekin Prezident Trump alohida bir kunni tanlab Tayvan sayli sayohat qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Beijingning qattiq ta'sirotga kelishini o'ylashmadi. Alohida bir kunni deganda Dal ishga qurultayda Reis Xi Jinpingning reis bo'lib saylanganligini Jumhur Xalq Jamhuriyati davlatiga, shundaqla Wang Qishanning muavin reis bo'lib saylanganligini Jumhur Xalq Jamhuriyati davlatiga shuni e'lon qiladigan shundaq alohida bir kunda Prezident Trump Tayvan sayli sayohat qonuniga imzo qo'yib, buni Reis Xi Jinpingning saylimi va Wang Qishanning saylimiga sovg'a qildi deyapti xabari yozuvchi. Tayvan meselesinde Amerika Jungo oturusida bütün var idi. Tayvan'ın 5 türlük siyasi erbapları cümleden prezident, muavin prezident, memuriyet palata başlığı, Tashqi ishlar ministeri, davlat mudofaa ministeri Amerikani ziyorat qilsa bo'lmaydi. Amerika amaldorlari ham Tayvanni ziyorat qilishga bo'lmaydi. Bu ikki cho'ng paydo qilishdi, bu ikki jungu paydo qilishdan saqlanishni maqsad qiladi kechiringlar. 1995-yili navbatdagi Tayvanning rahbari, shu vaqtdagi rahbari Li Donghui Amerikani xususiy ish bilan ziyorat qilganda, Jungu Tayvan munosabati bir-biriga qurol ko'tarish darajasigacha devaylab kelgan. Növbətdə Amerika tərəfindən Tayvan rəhbərlərini Amerikanı ziyaret qilishga ilhamlandırğanlığı, Jungo Amerika diplomatik münasibət o'rnatishning siyosiy asoslarini og'dirib o'tishga barobardir. Bu Prezident Trumpning xalqaro qonunlarni va Beijingning ifodalarini ko'zga ilmaganligidir. Bu ishning xarakteri intayin yomon. Faktlar isbotladik ki Prezident Trump Reis Xi Jinping bilan do'stlik munosabatini o'rnatgan. Jungo taraf Amerikaga moslashib Chaoshanni embargo qilishib bergan. Chaoshanni qiyofatini to'g'rilashga majburlagan edi. Chaoshanning rahbari Kim Jong-un 5-oyda Prezident Trump bilan ko'rishadigan holga kelgan. Lekin Jungo Amerika qanchalik yaxshi ish qilib berganligiga qaramay, Amerika Aliyul A'la ideyasining yetakchiligida ko'rikdan o'tibla boshqa davlatlarning manfaatini qurbon qilishni ma'qul ko'rgan. Lekin Jungo taraf Amerika Jungo munosabatini romantik o'ylab kelgan. Deydi Xitoyning maydon turib bu xabarni yozuvchi odam hozir Prezident Trumpning Tayvan sayli sayohat qonuniga imzo qo'yganligini ayblayapti. Biz Jungoliklar sizlarga Amerika yaxshilik qildik. Zodi kim yaxshilik qildi bu jadvalni tuzib chiqish uchun bizning kuchimiz yetmaydi. Jungoliklar o'zinglar yaxshi bilasizlar. Amerika sizlarga yaxshilik qildimi yoki sizlar Amerikaga yaxshilik qildinglarmi? Yo'q, o'zi pillab bari nima dedi? 5 mesele bo'yicha va'da bergandingiz. Bugun buni unutib qoldingizmi? Bir nima ishga oshirmadingiz. Qanday qilib yaxshilik qilgan bo'lasiz Jungolik apandi?